Bu tomonda Range Rover Autobiography P Taurus. Bunisi bo'lsa Range Rover Autobiography P550Y. Agar sizda imkoniyat bo'lganda, siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? P550Y bu gibrid, benzin, elektromotor. Shuning hisobiga u yanada yumshoq yuradi va tezroq start beradi. P Taurus bu klassik benzinli variant, ko'proq odatiy va ishonchli tanlov. Shaxsan men P550Y ni tanlardim, chunki uni ko'rinishi ham haybatliroq, yurishi ham yumshoqroq, umuman olganda qimmatroq hissiyot beradi yo'llarda. Lekin ikkala versiya ham Autobiography, maksimal komfort, salon, jimlik, materiallar bu oddiy mashinalardan emas, bu yuqoriroq daraja. Qiziq tomoni, O'zbekistonda bunaqa mashinalarga talab juda ham yuqori va har doimgidek bunaqa mashinalarga talab barqaror. Range Rover Sport Autobiography P Taurus bu allaqachon balans haqida. 3 litr turbo, qatorli 6 ta dvigatel, taxminan 400 ta ot kuchi va ishonchli tezlashish. Tez, lekin shu bilan birga komfort darajasi ham yuqori bo'lib qoladi. Agar sizga shunaqa Range Rover yoki shunga o'xshagan avtomobil kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga buni Koreyadan topib, O'zbekistonga yetkazib beramiz.